Dugonalaringning hammasi iPhone'ning eng zo'rlarini ishlatyapti. Ering esa faqat o'zini o'ylaydi. Sen ham janjal qil. iPhone 17 Pro Max olib bersin. Alhamdulillah, telefonim kunimga yarayapti. iPhone bo'lmasa ham u bilan pul topyapman. Men janjal qilmayman, arzimaydi. Ering faqat tug'di ishni biladi. Sen ham insonsang, dam olishga haqqing bor. Eringni chaqir, kelsin, bolalarga qarasin. Alhamdulillah, farzandlarim mening baxtim, Allohning menga bergan ne'mati. Ularga ajratgan vaqtim va mehnatimning ajrini Alloh o'zi beradi. Sen bu uyda faqat xizmatkorga o'xshaysan. Uy ishlaridan ortmaysan. Ering qilayotgan xizmatlaringga rahmat ham demaydi. O'zi bilib senga pul ham bermaydi. Alloh hammasini ko'rib turibdi. Bir kun kelib qadrimga yetishadi. Rizqimni esa Robbim o'zimga beryapti, alhamdulillah. تخيل نفسك عبد الله إذا نوديت باسمك على رؤوس الخلائق أين فلان ابن فلان استعد للعرض والوقوف بين يدي الله وقد وكلت الملائكة بأخذك فساقتك إلى الله. تخيل إذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك أنت المطلوب فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيدي الملائكة قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. Bu uyni ishlari tugamaydi hech qachon. Yashashga uyimizni borligi uchun behisob shukr. Ertalabdan kechgacha oshxonada ovqat qilasan. Hech kim senga rahmat aytmaydi. Rizqimizni Allohim berayotganiga behisob shukr. Dekretda bolalar va uy ishlari bilan o'ralashib qolding. Bolalarimning boriga behisob shukr. Hamma narsaning o'z vaqti soati bor. Oila bor joyda mehr bor, baraka bor. Oila insonning eng katta boyligi. Uyingga hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mehmon bo'lib kelsalar, mehmon qilasanmi Rasulullohni? Boshimni ustiga deydi hamma birdaniga. Zarracha bir iymoni da'vo qilgan odam borki, eshigim ochiq kesildilar deydi. Endi senga savol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun dunyodan qidiruvda bo'lsalar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitish taqiqlangan bo'lsa, Rasulullohga yordam berish taqiqlangan bo'lsa, shunda ham Rasulullohni uyingga mehmon qila olasanmi? Olib kirib yashirib. Tupurdim hammangni qonuningga deb. Taqiqingga ham seni deb. Rasulullohni uyingga yashirib olib kirib mehmon qila olasanmi? Bunda ham uncha odam albatta deydi. Mayli, tupurdik qonunlariga, Rasululloh kelsalarmi qarab o'tirar ekanmizmi biz deydi. Lekin deysan faqat. Buni qila olmaysan. Faqat gapirasan. Dalil bu narsaga, faqat gapirishligingga, lekin bu narsa agar bo'lsa qila olmasligingga, bugun Rasulullohning hadislari sharhlanadi. Allohning kalomi sharhlanadi. Hech kim o'zini ra'yiga ko'ra emas. Shu Alloh aytgandek, Rasul aytgandek sharhlanadi. Faqat ana shu hukumatlarga yoqmaydigan ko'rinishda sharhlanadi. Sen shuni yashirib uyingda eshita olyapsanmi? Yoki yuraging yorilib o'chirib tashab eshitmaylar, taqiqlangan bu deb vahma qilib o'zingni ham boshqani ham qo'rqitib yuribsanmi? Shuni bilki, Rasululloh kelsalar hozir butun olamdagi mana xavfsizlik xizmatlari deyilgan toifalar Rasulullohni bor qo'llaridan o'pib quloq ochib kutavermasdi hech qachon. Ular albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham qidiruv e'lon qilardi. Rasulullohga chunki zamonlarda shuna qilishgan kofirlar mana. Albatta taqiq qo'yardi Rasulullohga. Mana Makka mushriklar Rasulullohga qidiruv e'lon qilmadimi? Boshlariga yuz tutib tikib. Rasululloh o'shalardan yashirinib qochmadilarmi? Savr g'origa berkinib. Quvlashmadimi orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham? Hozir bo'lsalar ham xuddi shunday qilishardi. Sen ana shularni taqiqiga, qidiruviga tufurib qo'yib Rasulullohga yordam bermadi o'ylaysanmi? Agar yordam bera olsang, hozir Rasulullohning sunnatlariga ana shunday yordam berarding. Hammasini uning taqiqlariga tufurib qo'ygan holda. Boshingga qanaqa kun kelishidan qat'iy nazar qo'rqmasdan Rasulullohning dinlariga yordam berarding. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamay yuribsizmi? Uydagilar hammani yaxshimisizlar? Meni tanidingizmi? Tanimaysiz, ovozim o'zgarib ketgan. Anchadan bir qo'ng'iroq qilmoqchi edim, vaqt topa olmadim. O'shanga bugun qo'ng'iroq qilibman-da. Ishlaringiz yaxshimi? Biror joyda ko'rishganimizda yaxshi bo'lardi. Ancha gaplar bordi, bafurcha gaplashib olarmidik. Nima deysiz? Soatini aytay. Jahannam. Sening har bir amaling, nazaring, yozgan yoki o'qigan har bir narsang kimdir kitobidagi yozuvlardan rozi emasligini, u bularni qilmaganini aytadi.
Shunda uning tana a'zolari tilga kirib gapirishadi. Qo'llari va oyoqlari, ko'zlari va quloqlari tilga kirib, ular qilgan har bir narsani, ko'rgan va eshitgan har bir narsalarni aytib berishadi. Ular unga qarshi guvohlik berishadi. Va inson aytadigan birinchi narsa bu o'zining a'zolariga la'nat aytish bo'ladi. Va axir men sizlarni do'zaxdan saqlab qolmoqchi edim-ku deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: Do'zaxga 1000 yil o't qo'yildi. U qip-qizil bo'ldi. So'ngra unga yana 1000 yil o't qo'yildi. U oppoq bo'ldi. So'ngra unga yana 1000 yil o't qo'yildi. U qop-qora bo'ldi. U qop-qora zulmat kabidir. Alloh taolo aytadiki: So'ngra albatta sizlar, ey qayta tirilishni yolg'on deguvchi gumrohlar, shak shubhasiz jahannamning o'rtasida o'sadigan zaqqum daraxtidan yeguvchi, undan qorinlaringizni to'ldirguvchidirsizlar. So'ng uning ustiga qaynoq suvdan ichguvchi, ichganda ham tashna, to'ymas tuyalar kabi ichguvchidirsizlar. Dar haqiqat, u do'zax qa'rida o'sadigan bir daraxtdir. Uning butoqlaridagi mevalari xunuklikda xuddi shaytonlarning boshlariga o'xshar. Bas ular, ya'ni do'zaxiylar, albatta undan yeb, qorinlarini to'ldirguvchidirlar. So'ngra albatta ular uchun uning zaqqum mevalarining ustiga qaynoq suvdan aralashtirilur. Ya'ni ularga majburan qaynayotgan suv ichirilur. So'ngra albatta ularning yana qaytadan do'zaxga qaytishlari bordir. Ya'ni qaynoq suv ularning butun ichki a'zolarini kuydirib bitgandan so'ng, endi do'zax o'ti ularning badanlarini kuydirur. Ular qizigan do'zaxga kirur, qaynab turgan buloqdan sug'orilur. Uning, ya'ni har bir kofir kimsaning oldida jahannam bordir. Jahannamda unga yiringli suvdan berilganda, uni yutmoqchi bo'ladi-yu, tomog'idan o'tkaza olmaydi. Unga har tomondan o'lim keladi-yu, u o'la olmaydi. Agar ular tashnalik shiddatiga chiday olmay suv so'rasalar, ularga eritilgan, dog'langan yog' kabi yuzlarini kuydiruvchi suv berilur. Naqadar yomon ichimlik u, naqadar yomon joy u. Ibn Abbos payg'ambarimiz alayhisalomdan shunday deganlarini rivoyat qiladi: Agar dunyo dengizlariga zaqqumning bir tomchisi to'kilsa, dunyo ahlining butun hayotini buzadi. Bir tomchisi shunchalik bo'lsa, taomi zaqqum bo'lgan kishining holini kecharkan. Anas radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Alloh sizlarga targ'ib etgan narsalarga rag'bat qiling. Alloh sizlarni qo'rqitgan narsaning azobidan, jazosidan, jahannamdan saqlaning. Agar siz yashayotgan bu dunyoga jannatdan bir parcha tushsa, hayotingiz nihoyatda go'zal va ko'rkam bo'lib ketardi. Agar unga do'zaxdan bir parcha tushsa, butun hayotingiz bulg'angan bo'lardi. U kunda odamlar bir-birlarini ayblashadi va Allohdan bir-birlariga azobni kuchaytirishni so'rashadi. Ular aytishadi: Ey Robbimiz, ular bizni zalolatga yetakladilar. Ularning olovdagi azoblarini ko'paytirgin. Ular falonchilar bizni zalolatga ketkazdi deyshadi. Va shayton ularni yomonliklarga yetaklaganini ro'kach qilishadi. Shunda iblis aytadi: Dar haqiqat Allohning va'dasi haq edi. Men esa sizlarga va'da berdim, lekin va'damda turmadim. Sizlarning ustingizdan mening hech qanday hukmronligim yo'q edi. Men shunchaki sizlarni chaqirdim, sizlar esa menga ergashdinglar. Shuning uchun bugun meni malomat qilmanglar, balki o'zingizni malomat qiling. Men bugun sizlarga yordam bera olmayman. Sizlar ham menga bugun yordam bera olmaysizlar. Men g'assolman. Men asosan o'liklar bilan ishlayman, lekin bugungi gapim tiriklar uchun. Botox, silikon, ya'ni o'stirilgan sun'iy tirnoqlar, bularda mavzusi qanaqa bo'ladi? Poklash, ya'ni yuvish mobaynida. O'zi g'assollarning ishi tahorat, g'usul oldirib kafallash. Sochini chigali taralmaydi, harom tuk olinmaydi, tirnoqlari olinmaydi. Lekin hozir g'assollardan talab qilinayotgan narsa, mayt sochini chigalini tarang, harom tuklarni olib qo'ying, tirnoqlarni olib qo'ying. Bizning vazifamiz ulamas o'zi. Ularni kim qilish kerak? Har bir inson, har bir ayol o'zi har doim pok holatda, tahoratli holatda yurish kerak. Mana kipri tirnoqlarga keladigan bo'lsa, insoniyat o'zi har doim o'limga tayyor bo'lib yashash kerak. 6 oylik, 1 haftalik, 1 oyda oldirib tashlayman, tirnoqlarimni ketadi deyshadi. 1 soat yashashligiga kafolatini berishsin bizga. Birodarlar va opa-singillar, balki shu voqea orqali Alloh qalblaringizni namozga o'char. Chunki har qanday soniyada kech bo'lishi mumkin va bu videoni namoz o'qimaydiganlarga yuboring. Bu voqea Salim ismli bir yosh yigit haqida. U bolaligida namoz o'qirdi. Azonni tinglashni yaxshi ko'rardi. Ammo ulg'aygan sari namozdan uzoqlashdi va butunlay namozni tark qildi. U derdi: Alloh uchun mening ruku va sajdalarim muhim emas. U uchun mening ruhim muhim. Men ruhim bilan pokman. Unga nasihat berib, namozni boshlagin deyishganda, u javob berardi: Qaraysam o'qiyman. Oldimda ko'p vaqtim bor, ammo vaqt topilmadi. Bir kuni u uxlab tush ko'radi. Tashqarida azon o'qilmoqda. U tashqariga chiqadi, hech kim yo'q. Azon ovoziga qarab yuradi va qabristonga yetib boradi. U yerda oq kiyimdagi bir kishi azon o'qiyapti. U undan so'raydi: Sen kimsan?
nega qabristonda azon o'qiyapsan? U javob beradi: men sening qazo bo'lgan barcha namozlaringning muazziniman, barcha o'tkazib yuborgan namozlaringning. Men keldim senga aytishga, bu sening oxirgi azoning. U birdan uyg'onib ketadi va bu tush emas edi. Uni insult urdi. U yaqinlariga hech narsa ayta olmasdi, faqat eshitardi. Ko'zida yosh bilan anglab yetdi. Hatto hozir turib tahorat ham ola olmaydi. Tahorat bilan ham turib bo'la olmaydi. U faqat bitta narsani orzu qilardi. Bitta rakatni. Dunyo asli beshafqat bozor. Kimdir pulga, kim mehrga zor. Oyoq yalang o'sha beozor. Bolalikka qaytgim keladi. Qorin och, lek ko'ngil to'q edi. Manfaatlar umrni yedi. Aqlim emas, yuragim dedi. Bolalikka qaytgim keladi. Uyg'otardi qushlarning sasi. Tog'day edi dadam yelkasi. Bepoyon orzular o'lkasi. Bolalikka qaytgim keladi. Cho'ntak bo'sh, lek yo'q edi hech ham. To'lgan cho'ntak, lek ko'zlarda nam. Qaytib meni to'qsaydi onam. Bolalikka qaytgim keladi. Bearmon shod chopib yurardik. Quvonchlarni topib yurardik. Ko'zlarimiz kulib turardik. Bolalikka qaytgim keladi. Qasr barpo bo'lardi loyda. O'ynar edik duch kelgan joyda. Ko'zlamasdik hech kimdan foyda. Bolalikka qaytgim keladi. Kattalikni olgandek tilab. Qarang, kutgan edik shu kunni yillab, ammo ko'ngil qolgan huvullab. O'sha bolalikka qaytgim keladi. Ko'z yosh to'kilgan kunlar, xursand bo'lgan kechalar. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая пустота. Uyingga hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mehmon bo'lib kelsalar, mehmon qilasanmi Rasulullohni? Boshimni ustiga deydi hamma birdaniga. Zarracha bir iymonni da'vo qilgan odam borki, eshigim ochiq kesillar deydi. Endi senga savol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun dunyodan qidiruvda bo'lsalar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni eshitish taqiqlangan bo'lsa, Rasulullohga yordam berish taqiqlangan bo'lsa, shunda ham Rasulullohni uyingga mehmon qila olasanmi? Olib kirib yashirib. Tupurdim hammangni qonuningga deb. Taqiqingan seni deb. Rasulullohni uyingga yashirib olib kirib mehmon qila olasanmi? Bunda ham uncha odam albatta deydi. Mayli, tupurdik qonunlariga, Rasululloh kelsalar ham qarab o'tirar ekanmizmi biz deydi. Lekin deysan faqat. Buni qila olmaysan. Faqat gapirasan. Dalil bu narsaga, faqat gapirishligingga, lekin bu narsa agar bo'lsa qila olmasligingga, bugun Rasulullohning hadislari sharhlanadi. Allohning kalomi sharhlanadi. Hech kim o'zini rayiga ko'ra emas. Shu Alloh aytgandek, Rasul aytgandek sharhlanadi. Faqat ana shu hukumatlarga yoqmaydigan ko'rinishda sharhlanadi. Sen shuni yashirib uyingda eshita olyapsanmi? Yoki yuraging yorilib, o'chirib tashab eshitmaylar, taqiqlangan bu deb vahma qilib o'zingni ham boshqani ham qo'rqitib yuribsanmi? Shuni bilki, Rasululloh kelsalar hozir butun olamdagi mana xavfsizlik xizmatlari deyilgan toifalar Rasulullohni bor qo'llaridan o'pib quloq ochib kutolmasdi hech qachon. Ular albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham qidiruv e'lon qilardi. Rasulullohga chunki zamonlarda shunaqa qilishgan kofirlar mana. Albatta taqiq qo'yardi Rasulullohga. Mana Makka mushriklar Rasulullohga qidiruv e'lon qilmadimi? Boshlariga yuz tutib tikib. Rasululloh o'shalardan yashirinib qochmadilarmi? Savr g'origa berkinib. Quvlashmadimi orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham? Hozir bo'lsalar ham xuddi shunday qilishardi. Sen ana shularni taqiqiga, qidiruviga tufurib qo'yib Rasulullohga yordam bermadi o'ylaysanmi? Agar yordam bera olsang, hozir Rasulullohning sunnatlariga ana shunday yordam berarding. Hammasini uning taqiqlariga tufurib qo'ygan holda. Boshingga qanaqa kun kelishidan qat'iy nazar qo'rqmasdan Rasulullohning dinlariga yordam berarding.
qiyomat maydonidagi odamlarning holatlari. Surt cholindi, insonlar qabrlaridan tirilib chiqib kelishni boshladi. Demak, odamlar yalang'och holatda, xatna qilinmagan holda tirilib Parvardigorlarning huzurida qoyim bo'ladi. Bu kunda mo'min bilan kofirning holati hargiz bir xil. Mo'minlar soya salqinda turadi. Yo Rahmonning arshining soyasida turadi, yoki o'zini qilgan solih amallarining soyasida turadi. Qiyomatning bir kuni 50 milga teng bo'ladi. Endi quyosh 1 mil balandlikka oqishib bo'lgan. Badanidan ter chiqadi. Kim to'pig'igacha terga botib turadi. Kim tizzasigacha, kim beligacha, kim bo'g'zigacha, kim botib turadi tersiga. 50 mil. Mo'minlarga 50 mil peshin bilan asr o'rtasidagi vaqtchalik. Demak, bu kunda mo'min bilan kofirning holati hargiz bir xil bo'lmaydi. Kofirlar yuzlari bilan yurib boradi. Yuztuban hollarida jahannam tomonga sudraladigan kimsalar, ana o'shalar eng ahvoli yomon va butunlay yo'ldan ozgan kimsalardir. Boshqa bir kofir toifalar bor. Ular butun haloyiqning oldida sharmanda bo'ladi. Birodalar, bu sharmanda bo'lmaydi. Onasining oldida sharmanda bo'ladi. Otasining oldida sharmanda bo'ladi. Do'stlarining oldida sharmanda bo'ladi. Maloikalarning oldida sharmanda bo'ladi. Eng yomon sharmandalik Alloh azza va jallaning huzurida sharmanda bo'ladi. U kunda odamlarning a'zolari o'zini foydasiga yoki zarariga guvoh beradi. Mo'minning a'zolari o'zini foydasiga guvohlik beradi. Kofirning a'zolari jasadidagi o'zini zarariga guvohlik beradi. Bir kun qaytib boramiz o'sha. U kunda insonlar nadomatdan yig'laydi. 50 ming yil. Bir toifa kishilar jannatga ketishlikka tayyorlanib turibdi, shod-u xurram, ikkinchisi jahannamga ketishlikka shaylanib turibdi. Xavotirda, afsus, nadomatda. Yo undan bo'lamiz, yo bundan bo'lamiz, Alloh saqlasin. Parvardigorlaridan qo'rqgan zotlar esa to'p holda jannatga haydaladilar. O'zi ketmaydimi? Yo'q, haydaladi. Yur deydilar. Falonchi bor edi, yo'q, yur deydi. To qachon ular darvozalar ochilgan holdagi jannatga yetib ketganlarida sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin, xush keldingiz. Bas unga mangu qolguvchi bo'lgan holingizda kiringiz deganlarida ular behod shodlar. Alloh ana shu shodlanadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Sizni bobongiz, mana bizni bobomiz. Mana shu Qo'qoni shariflardan Madinai Munavvaralarga safar qilgan Abdussamad bobomiz. Murattab shogirdlari 500 dan oshib ketgan ekan. Vaqti soatlari kelib 80 dan oshib Baqiga ko'miladilar va oradan rob rosa 3 yil o'tdi. 3 yil o'tgandan keyin bir kuni o'sha Baqi qabristoni mutasaddilaridan bizga telefon kelyapti. "Ey, falonchimisiz?" "Ha, falonchimiz. Unda sizni mana bu idoramizga taklif qilamiz, keling." Idoraga borsak, "Labay, sizni bobongiz 3 yil oldin, ismlari Abdusamad qori, ha, shunday. U kishi vafot qilgandilar, ha, xuddi shunday. Sijillat deyiladi, o'sha arxiv qilib tikib qo'ylar ekan. Qabriston, o'sha Baqiga kirdik, aynan Abdusamad hoji dadamizning qabrlari ochilib qo'yilgan ekan. Ko'rsatdilar. Ko'ring. Shu kishi sizni bobongizmi? Bobosini mana sizni biz ko'rib turgandek ko'ribdi. 3 yil oldin dafn qilingan. Bobom deydilar, hozir ko'milganda yotibdilar deydilar. Biz o'zimiz hayratda qotib qoldik. Ko'rdingizmi debdilar. Ha. Bobongizni mana shu qabrda sog'lom yotganliklarini ko'ring. Dedilar, biz endi bu kishini qabrini ochib endi boshqatdan yangi jasad ko'mmaymiz. Baqiyda shunday ekanda. Har bilib qoling yoshlar, har 3 yilda Baqiyning qonuni bir qabrni ochilar ekan. Yerga yem bo'lgandan keyin o'rniga boshqa jasad qo'yilar ekan. Aytayaptilar, ko'rdingizmi bobongizni? Ha, endi bu kishining yoniga boshqa odam qo'yilmaydi. Siz shunga guvoh bo'ling. Bobongiz solih inson bo'lgan ekanlar, deyaptilar avvaliga. Ko'mayaptilar, ketyaptilar. Bular endi ha, bobomiz shunaqangi bir solih inson edilar-da. Hofizi kalomulloh edilar-da. Qori edilar-da. Asllari qayerdan ekan? Qo'qondan edi debdilar. Keyin yana dedilar. Yana rob rosa 3 yil o'tdi. Necha yil bo'ldi? 6 yil bo'ldi. 6 yil to'lgandan keyin bizga yana telefon kelyapti. Abdusamad hoji dadani avlodi, sulolasi. Endi bu gal jamoatingiz bilan keling debdilar. Bitta ikkitangiz emas, jamoatingiz bilan keling. Kim bor bu kishini sulolasidan? Olib keling. O'g'illar, nabiralar biz bordik dedilar. Bordik, ana o'sha holat 3 yil avval bo'lgan holat endi 6 yil bo'ldi. Ochib bizga ko'rsatyaptilar. Yana 3 yil kelganligi uchun bugun
yana ochildilar. Qarang. Shu sizni bobongizmi? Ko'rdik, 3 yil avval qanday ko'rgan bo'lsak, o'sha holatda, shu holatda turibdilar. Biron narsa bo'lmagan. Sochlaridan, soqollaridan bir tuk tushmagan. Xuddi 10 daqiqa avval ko'milgan holatda yotdilar. Endi siz shu joyda bir narsani fahmlang azizlar. Xo'p, badan, jasad u kalomullohni ko'targan. Allohning kalomi singib ketgan jasad ekan. Lekin mana u kafanchi, ana u kafan jonivor deymizmi, nima deymiz? U kafan nimaga chirimaydi? Qarang, kafanlar ham qorni badanda tursa chirimas ekan. Kafan qorni badanda turganligi uchun u kafan mato u. U bu yoqda yasalgan, to'qilgan, zavoddan chiqqan. Lekin shu kafanlar ham oppoq deydilar. Shu holatni ko'rdik-ku, yig'ida bo'ldik, havasda bo'ldik, hayratda qoldik. Endi debdilar, bir mana unaqa varaq chiqaribdi. Arablar istimora deydi uni. Anketa olib to'ldirlar ekan. Boshqatdan hojdodani o'zlarini yana yozilib, tarixlarini yozilib, shahodat millat deydi, tug'ilganlik haqida guvohnomani u yerga qo'yib, bu yoqdan 7 ta kishi yana avlodlardan qo'l qo'yar ekan. Nima deb? Bo'ldi. Bu qabr endi qiyomatgacha ochilmasin deylar ekan. Mana shu holat bizni shu Qo'qonlik bobomiz Abdussamad hazratlarida bo'pti. Endi bu kishi qolgan qabrlar, shunaqa ochilmaydigan qabrlar bor baqiyada deyaptilar. O'zlari havas bilan aytayaptilar. Nega? Buni bo'lganiga qarang, mana u 2012-yil bo'pti-da. Yaqindagi so'z bu. 50 yil, 100 yil yoki men sizga bir tobiinlarni asrini aytmayapman. Aytib turibmanki, boyagi yigit bilan telefon orqali bir-birimizni ko'rib gaplashdik. Yaqindagi davrda demak Abdussamad hoj dadamizni mana shunaqa holatda ko'rib karomatlari zohir bo'ldi. Bu nima edi? Bu azizlar Qur'on edi. U kishi o'g'illariga aytayapman, ya'ni nabiralariga. Aytib bering menga tarixlarini desam, kunutun Qur'on o'qigan, kunutun Qur'on o'rgatgan. Hattoki sizga so'zimni avvalda aytdim, murattab qorilari 500 dan oshib ketgan ekan dedimi? Dunyodan kelar ekan-da ular. Madinaga kelgan u kishining darsiga ishqi oshiq bo'lib, ziyoda bo'lib o'rganar ekan. Pokistonga ketadi, u yoqdan yana shogird olib keladi, Hindistonga ketadi, olib keladi, Bangladeshga ketib yana olib keladi, arablarning o'zlaridan ham. Va shu sababdan aslida janozalari shunaqa mashhuda deyiladi. Janozalarda shunaqangi odam ko'payib ketgan ekanki, o'sha vaqtida tegishli idoralar, u kishi asli ularda ajnabiy deyiladi. Madinalik yoki saudiyalik emas-ku. Bu odamga bu qadar nega buncha odam keldi deya asli tegishli idoralar savol javob ham o'tkazgan ekan vaqtida. Janozalarning ko'pligidan. Va ular ham bildilar, u zot shunaqa haqiqiy ahlulloh bo'lganligini bildilar va ko'rdilar, xuddi Imom Malikning qabrlari kabi. Imom Nafi'larning qabrlari. U yerlarda ne sahobalar bor. Balkim 10 ming sahoba o'sha joyga ko'milgan. Va ziyoda. Hazrati Usmon ibn Affon borlar. Hazrati Oysha radhiyallohu anha ana o'sha joylarda. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning o'g'illari Ibrohim alayhissalom aynan o'sha yerda. Endi qarang, yana subhanalloh, Baqiyada ko'milganda nima bo'ladi? Navbat bilan mana kirasiz, ziyoratga kirasiz, o'ng tarafdan yurasiz. Aynalib yana sahobalarni asl qabrlari bo'lgan joyga yaqin bir joyda ko'milgan. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning nimasidir? Taqdirotidir. O'zini ahlini ulug'lashligini, yaxshi ko'rishligini sizu bizga ibrat qilib qo'ygan bir o'rnidir. Ahlullohlar shunday bo'lar ekan. Bugun demak siz avvalda mana otangizni, bobongizni eshitdingiz, Qur'onga yana ham e'tiborli bo'ling, Qur'onga yana ham g'ayratli bo'ling, chunki u qon sizni qoningiz, o'sha qon oqyapti. Biz 4-5 soat o'qisak, siz 1 soat o'qisangiz ham asli sizga Qur'on yo'qadi. Asl muhabbat sizdadir. Bugun chiqsin mana shu Qo'qondagi qorlar olamni to'ldirsin. Abdussamad hoj dadamiz kabi butun dunyoga nima qilsin? Ibrat bo'lsin. Qizlarga mushtay yoshidan Arabistonda voqea yodlatiladi. Voqea Badavlatlarning surasi. Voqeani yodlab
eri ketidan duo qilgan ayol 2 hissa baraka bilan oladi inshaalloh bugungi rizqini. O'zini navbatida erkaklar ayolini duo qilsin dedilar. Xizmatiga, tug'ib berayotgan bolasiga, ona otasi va uning urug'iga qilayotgan xizmatiga duo qilmasa ekan, erkakning duosi ham qabul bo'lishi dargumon ekan. To'g'ri, hamma erkak ham yuzingizga qarab, boringga shukr, ming rahmat qoyillatding deya olmaydi. Lekin hattoki xufiya ichida Alloh ayolimni panohingda saqla, baxtimga omon qil, dardiga shifo bergin deb 2 og'iz ichida namozda qilgan duosi ham o'zini duosi qabul bo'lishiga zamin bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom har sahar turib, Allohim Hadijamga jannatni ato etgin deb yig'lar ekanlar. Hamma xotinlari ko'rar ekan-u, hech narsa deyish olmas ekan, lekin Oysha onamning g'ashlari kelib etvorar ekanlar. Alloh sizga undan ham yoshini berdi ya Rasululloh. Alloh sizga undan ham go'zalini berdi ya payg'ambar alayhisalom. Nega ha deb shu qari xotiningizni eslayverasiz deganlarida ko'zlariga qizil qon yugurib ketib, vujudlari titrab ketib bitta so'z aytibdilar. Ey Oysha, qo'lingizdan kelsa Hadijamga o'xshagan xotin bo'ling deb chiqib ketgan ekanlar. Bu gap Oysha onamga juda qattiq botib, hali Hadijadek bo'la olmayman dey. Bu ayolning darajasiga يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا سيدي واللي عجز معك معذور O'zlar yaxshilar, sal dag'allar. O'zlar yaxshilar, sal pulga qattimlar. Nima qilib masalan yetsa bo'ladi? Bitta yo'li bor buni. Yo'llar ko'pi, bittasi shu. Ro'molingizni qattiq qilib bog'laysiz ovqat qilishdan oldin, ma'mur tushib ketib qolmasligi uchun uni turgan. Ovqatni bismillah deb boshlamaysizda, kimnidir o'sha go'shtini misolkaga tashlab qilasiz, piyoz artasiz, kartoshka artasiz, qovurasiz. O'zi shunga loyiq edi, o'shaning uchun qaytib keldi. O'zi o'shaning uchun o'sha. Nima deb o'ylaysiz, shu ovqat yegan odam sizdan qizg'anadimi keyin? Shu ovqat yegan odam karim bo'lib qoladimi? Halim bo'lib qoladimi shu ovqat yegan odam? Bu ovqat yegan odam nima bilan qovurgan bo'lsangiz, o'sha sifat bilan sifatlanadi. Sizga nisbatan halim bo'lishni xohlayapsizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Al-Halim deb boshlaysiz. Al-Halim, Al-Halim, Al-Halim deb qo'rvasiz o'tganda ham Al-Halim deb berdingiz. Shu narsani ko'p takror qilsangiz, bu kishida halimlik sifati paydo bo'ladi. Karim bo'lishni xohlayapsizmi? Shuni ayting. Nima xohlayapsiz? So'rang. Qalblarni ochishni xohlayapsizmi? Robbimizdan Al-Fattah degan ismlari bor, zikr qilinglar. Aytishadi, bitta bismillah ayol 40 ta namozxonni namozdan chiqarib yuborish xavfi bor. Bitta bismillah bilan taom qiladigan ayol 40 ta benamozni namozxon qilib qo'yishi mukofoti bor. Imom Ahmad ibn Hanbal vafot etganda o'g'li turadi oldida, Abdulloh. Bir hushidan ketadi, Imom Ahmad bir o'ziga keladi. Ancha yotadida o'ziga keladida, hali yo'q deydi, yana hushidan ketadi. Yana ozgina turib o'ziga keladi, yo'q hali yo'q deb o'zidan ketadi yana. Yana o'ziga kelganda o'g'li nima deyapsiz dada? Nima deyapsiz? Hali yo'q deyapsiz. Bolam, bilmayapsanmi nima bo'layotganini? Yo'q, bilmayapman dedi. Uyda burchagida iblis turibdi, shayton. Bilasizlar, Imom Ahmadning ustida qanaqa fitnalar bo'lgan. Barmog'ini ishlab turibdi iblis. Ahmad, qutulib ketding ha? Ya'ni shuncha tuzoq qo'ydim, shuncha azoblarga qo'ydim, shuncha fitnalarga soldim, haqda turib qutulib ketding ha meni fitnamdan deganida aytayapman, yo'q. Hali jonim tanamda turibdimi? Ruhim tanamda turibdimi? Hali fitnadan omonda emasman deyapti. Ma'qulmi? Shuning birodarlar, har kuni biz mana shu narsani esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Dunyo fitnasi, ayollar fitnasi, mansab fitnasi, qo'yingki fitna to'lib yotibdi. Alloh o'zi panoh bersin. Ma'orij surasi Makka da nozil qilingan 44 oyatdan iborat. Ma'orij merojlar, ya'ni pog'onalar, zinalar, narvonlar deydi. Surada oxirat haqida ogohlantirish,
u paytda har kim o'zi uchun javob berishi, inson irodasining zaifligi, uni faqat iymon va itoat bilan mustahkamlash mumkinligi va boshqa ilohiy eslatmalar o'z ifodasini topgan. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu aytadiki, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, albatta Alloh subhanahu va taolo uxlamaydi. Va Alloh subhanahu va taologa uxlashlik mos kelmaydi. U narsalarning qadrini ko'taradi va tushiradi. Tun amallari uning huzuriga kun amallaridan oldin ko'tariladi. Kun amallari uning huzuriga tun amallaridan oldin ko'tariladi. Alloh subhanahu va taoloning hijobi nurdan qilingan. Agar Alloh subhanahu va taolo mana shu hijobini olib tashlasa, uning yuzining yorug'ligi yaratilgan barcha mahluqotlarni yondirib yuborgan bo'lar edi. Alloh eng buyuk zot. Musulmonlar zamoni yomon bo'ldi. Halol yetmas, harom qiymatli bo'ldi. O'qilgan Qur'onga quloq tutilmas, shaytonlar semirdi, quvvatli bo'ldi. Harom bilan xamir tutdi dunyoni. Fasod ishlar qilgan hurmatli bo'ldi. Kimgaki Tangridan xabar berursan, tutib boshing urar, hujjatli bo'ldi. Shogird ustoziga xarxasha qilar, o'g'il ota bilan izzatli bo'ldi. Faqirlar miskinlikdan tortib qo'lin, ko'ngilni yiqqanlar haybatli bo'ldi. Payg'ambar o'rniga o'tgan xo'jalar bu xalqning boshiga zahmatli bo'ldi. Ya Rasulalloh, ya Habiballoh, ya Rasulalloh, ya Habiballoh, ya Nabiyalloh Muhammad, ya Rasulalloh Muhammad, Muhammad, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad, ya Sayyidi واللي عجز معك معذور. Musoga qilingan murojaatda aytilgan: "Ey Muso, cho'kayotgan Fir'avn baqirib seni chaqirayotganini eshitdingmi?" "Ha, ya Alloh, eshitdim." Musoning javobi Allohni qoniqtirmadi. "Ey Muso, seni chaqirdi, lekin nega javob qaytarmaganingni tushundingmi?" Muso alayhissalom jim bo'lib qoldi. "Eshit, men senga aytaman, nega uning chaqirishlariga javob bermaganingni?" "Ey Muso, ha Allohim, chunki uni sen yaratmaganing uchun." "Ya Alloh" deb bir marta chaqirganida 3 marta bo'lmasa ham "Ey Muso, men uni qutqargan bo'lardim. Senga buyruq berardim uni cho'ktirmaslikni meni chaqirganida." تخيل بارك الله فيك إذا نادى المنادي فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، استعد للوقوف بين يدي الله. كيف وقد قادتك الزبانية من بين الصفوف، لا تدري إلى أين يؤخذ بك، إلى جنة أم إلى نار. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذا وقف العباد على الصراط يوم القيامة نادى الله وقال أنا الله
عظمتي وجلالي لا يغادر هذا الصراط واحد من الظالمين. ثم ينادي ملك من قبل الله فيقول أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ أين من برى لهم قلما؟ أين من ناولهم ذواتا؟ ثم تنادي جهنم على المؤمنين فتقول يا مؤمن أسرع بالمرور علي فإن نورك أخفاني. Aminani tashlab ketdi Abdulloh, ko'zlarini yoshlab ketdi Abdulloh, yuragini g'ashlab ketdi Abdulloh. Ayrilmasin hech kim ham xonalardan, ko'nglingizga alam sitam yig'ilganda, eslab qo'ying dardu g'amdan bo'g'ilganda, Rasululloh yetim bo'lgan tug'ilganda, izlang haqni qalbi vayronalardan. 6 yoshda onasiga bo'lib hamroh, Madinaga otlandilar bir kun nogoh. Otasining qabriga tushganda nigoh, so'ylang menga dili g'amxonalardan. Shunchalar bo'lurmi yosh go'dak sabri, bo'ldi-ku ziyoda yetimlik jabri. Ona ham tark etdi abvoda qabri, xabar olib turing xilxonalardan. Oxirgi marta qachon bozorga tushib o'zingizga yoqqan kiyim oldingiz? Bozorga tushganimiz yo'q bu yoqda. Eslolmayman, ama necha yillar bo'lgandir-da. Men kiyib yurgan kiyimim 6 yil, 5 yil bo'lgan kiyimlarni kiyaman. Bir kiyimni asrab kiyaman bilmasam ish qilib nima. Lekin hozirgi chiqqan kiyimlardan olganim yo'q to'g'risi. Kecha nima ovqat edinglar? Kecha piyoz ichdik. Nima edi? Ana bu sho'rbani go'shti yo'q. Ana kartoshka piyozlik. Go'sht yo'qmidi? Ya biz go'sht olmayman, men go'sht ololmayman o'ylay. Shu kartoshka piyozni ham arang topib, piyoz qilib ichaman. Nima qilsam? Qachon oxirgi marta edinglar? Esla olasizmi go'sht ovqat? Go'shtni yanvar oyida yangi yilga onamni bir xolam bor, buyoqqa. 1 kilo go'sht berib yuborgan ekan. Xolodilnikiga qo'yilgan go'sht keluvdi. Ana shu yeganimizdir deyman-da. Nima ovqatlarni yaxshi ko'rasiz? Har xil ovqatni yaxshi ko'raman bo'lsa. Lekin yo'q, imkonim yo'q. Shu boriga shukr, hali ham shu O'zbekistonimiz tinch bo'lganiga o'zi shukr qilaman men to'g'risida. Shunday bir xil analardan ko'rsatuvlardan bir joyda savol ketdi deydi, bir joy janjal bo'lyapti deydi. Men aytaman, O'zbekistonga yashaganimga shukr qilaman to'g'risi. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا دواهي، تدوسين المصاحب في التراب، وأعجب من مريدك وهو يدهري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب. وأخانا
أقبلوا قوموا جميعا ما لها اليوم سوانا نحن أحفاد كرام أرغم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما شاء الله. وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Kulging qo'shar jonimga jon, bir sevib yig'lashing armon. Men uchun yurakdan jon, yig'larmisan, sevarmisan? So'nggi bora yo'qlab kelsam, poyingga bosh qo'yib bo'lsam, mening telbam deya erkam yig'larmisan, sevarmisan? İltimosum sendan Alloh, inson kutar sendan panoh. Yigitni behuda burdini to'kma, yo'qchilik kelganda qaddini bukma. Yigitga davlat ber, davlat yarashar, yigitga savlat ber, savlat yarashar. Gullagan chog'ida xazondek to'kma, yo'qchilik kelganda qaddini bukma. Assalomu alaykum domla. Otam 7 yildan beri chet eldalar. Onamdan xabar olmaydilar. Ularning nikohi buzilgan hisoblanadimi? Nikohni buzilishi uchun er tarafidan, ya'ni erkak tarafidan nikohni buzadigan so'zlar aytilishi kerak. Muddatni o'tishi, er xotin birga bo'lmasligi nikohni buzmaydi. Har qancha muddat o'tsa ham Hanafiy mazhabida 90 yil deyiladi. Aytaylik, er yo'q bo'lib ketdi. Hozir bu yerda 5-6 yil, balki 10 yildir er yo'q bo'lib ketdi. Bundan xabar bor. Xabar berib turibdi, Rossiyani yoki chet elda biron joyda ishlayapman deyapti, yoki Koreyada yoki Amerikada qayerda ishlab yuribdi, kelmayapti. Xabar bor, telefon aloqa vositasida xabarlashib turibdi. Tirik ekanligi ma'lum. Bunday holatlarda har qancha vaqt o'tsa ham o'rtaga taloq tushmaydi. Endi aytaylik, nom nishonsiz yo'q bo'lib ketdi. Yo'q bo'lib ketdi. Xabar yo'q, topish imkoni bo'lmayapti. Nima qiladi? Desa, unda 90 yil kutadi. Haligi eri aytaylik 30 yoshlarda yo'qolgan ekan. Ya'ni 60 yil kutadi. Ya'ni eri 90 ga kirganligini kutadi. 90 ga kirgandan keyin aza ochadi. Er o'ldi deb, undan keyin xonasi erga tegib ketaveradi. Demak, bu degani yo'q degani. Ha? Kampira hech bo'lmasa 85 ga kirib qolgan bo'ladi. 80 yoki 85 ga kirib qolgan bo'ladi. Bu degani
er xotinni birga yashamasa ham o'rtasiga umuman taloq tushmaydi degani. Toki erning o'zi biror bir so'z aytmagunigacha, qancha vaqt birga yashamasa ham oradagi vaqtning uzun yoki qisqaligini farqi yo'q, baribir taloq tushmaydi. Shuning uchun nom nishonsi yo'q bo'lib ketib qolsa, shunaqa qidiruv o'zi bo'limlari bor, shularga beriladi. Imkon darajasida tirigi yoki o'ligi haqida xabar topishga harakat qilinadi. Xabar kelgan bo'lsa boshqa gap. Tirik bo'lsa tirik, hech qanday yo'q, haligi taloq yo'q. O'lgan bo'lsa-chi, o'ldi deb xabar keldi. Yo'q bo'lib ketganiga 10 yil bo'lgan ekan. 10 yildan beri xabar yo'q edi. Keyin birdaniga xabar kelib qoldi. Falonchi fisonchi o'ldi deb matbuotda e'lon qilindi, yoki kimdir xolis Alloh uchun e'lon qildi, falon odam vafot etgan edi. Yonida pasportini ko'rsak, O'zbekiston fuqarosi ekan. Ismi falonaqa pistanaqa mana shunaqa odam, mana pasportini ko'rsatmasdan shu odam vafot etgan deb ko'rsatsa, o'sha vafot etgan sanasidan boshlab ayol idda o'tiradi. Ya'ni eri o'lganligini iddasini o'tiradi. Homilador bo'lmasa 4 oy 10 kun, homilador bo'lsa homilasini tuqqunigacha idda o'tiradi. Idda tugallangandan keyin u ayol turmushga chiqib ketishi mumkin. Shofiy mazhablarida bu narsa 4 yil deyilgan. Er nom nishonsi yo'q bo'lib ketsa, 4 yildan keyin ayol kishi turmushga chiqib ketsa bo'laveradi degan. Musiqa harom deb odamlarni ko'p narsadan bebahra qoldirish kerak emas. Ulamolarimiz agar harom bo'lganda bizdan million marta zo'r o'tgan olimlar bo'lgan. Siz o'ylamang bu 15 asrdan beri endi olimlar chiqdi deb. Juda katta olimlar chiqqan. Juda ulug' allomalar o'tgan. Nayni, satoni ular qaytarmagan, dof deydi mana tildirmalarni, boshqalarni. Bu xalqni xolasin, xolamasin qilib keladigan ishlaridir. Ko'pchilik namoz o'qigandan keyin joy namozni chetini buklab qo'yadi. Shu ish to'g'rimi? Namoz o'qigandan keyin joy namoz yoziqlik holda tursa zarari yo'qmi? Ha, mana shu masala ham namozni o'qib bo'lib joy namozini bir chekkasini qayirib qo'yish, egib qo'yishni ham dinga bog'lashlik mutlaqo joiz emas. Bu din emas bu. Ba'zilar qayirib qo'yish kerak ekan, ustida shayton namoz o'qib qo'yar ekan bo'lmasa ham degan aqida bilan shu ishni qilar ekan. Men so'raganimda, nimaga bu joy namozni bir chetini qayirib qo'yasizlar deganimizda, ha buni agar qayirib qo'ymasa ustida shayton namoz o'qib qo'yar ekan. O shayton namoz o'qisin, iymonga kelsin, u Allohning huzurida o'zini demak muti ekanligini his qilsin. Yaxshi-ku. U gap yo'q, shayton namoz o'qib qo'ymaydi uni ustida. Shayton qiyomatgacha namoz o'qimasligi uni peshonasiga yozilgan bo'ldi. U namoz o'qimaydi u. Joy namozi yozilib qolsa ham, yig'ishtirib qo'yilsa ham, qayirib qo'ysa ham farqi yo'q. Shuning uchun uni din deb qaramaslik kerak. Kimdir shunga o'rgangan bo'lsa qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin buni shunaqa qo'yish kerak. Bu din bu deb dinga bog'lamaslik kerak. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bu dünyanı seven kəslər qalar bir gün bu dünyasız. Yaşam ruhum olan sevgim olur bir gün ne mənasız. Ayıldım ki ne yar varmış ne dost varmış temennasız. Ayıldım ki ne yar varmış ne dost varmış temennasız. Ömür geçti, zaman gitti, yaman geldi, yaman gitti. Ömür geçti, zaman gitti, yaman geldi, yaman gitti. Mehabbet ki eder tesir, yolun herkes azar dostlar. Seven kesler yaşarken de kazır sanki mezar dostlar. Ölersem ben bu hasretten mezarımda yazar dostlar. Ölersem ben bu hasretten mezarımda yazar dostlar. Let me get her
something else because water is so hard. I'll be back in a second. Kızlar yol bulsun. Toyga ketyapmiz, toyga. Ha, barakallah, barakallah. Gülmeyin arkadaşlar, adam oruç tutuyor, dayanamıyor. Ben de dayanamıyorum. Ben de. Dur bakayım şimdi ya. Yusuf. Karnım aç. Yusuf. Sen yine bugün oruçlu musun? Yusuf. Uyudun oğlum, hepten uyudun lan. Ne oldu? Yusuf. Yusuf. Gelmiş Yusuf. Anneni çağıralım, gelsin alsın seni, olur mu? Annene söyleyelim oğlum. Sen elini indir. Abisi iyice zaten. Annene söyleyelim gelsin. Seni götürsün, şey yapsın. Sen uyu azıcık. Acıktın. Ben de çok acıktım. İnan başım ağrıyor. İkimiz de böyle bir yatsak mı şurada biraz? Uyusak. He? Yusuf. Tamam, bu çok... Ты в Бога веришь? Где Бог? Когда он мне был нужен, его со мной не было, брат. А сейчас что? Какой Бог? Ему некогда, брат, он занят сейчас. Какого Бога я верю? Вот он. Вот мой Бог. Бенджамин. للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين فامشي التراب يضمني وهو mendan omad yuz o'girdi ozgina fursat. Shunda bildim kim dushmani, kim menga ulfat. Ey mendan yuz o'girganlar, qayting marhamat. Axir menga qaytku yana baxt ila omad. Ko'zlaringizni qattiq yumib, shu savollarimga javob bering. Demak, tayyormisiz? Tasavvur qiling. Robbing kim? Dining nima? Payg'ambaring kim? Qaysi kitobga iymon keltirding? Kimning ummatisan? Shunday javob berishingni bilolmadik. هذا سلام فلما السلام ونظرة تؤلم قلبي في المنام كلام بعد كلام وعين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود لما لا لما لا 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 لما لا
kelgandim. Bo'lishi mumkin emas. Nima bo'ldi? Tashqarida go'zal bir qiz akamni so'radi. Ha, bo'lishi mumkin emas. Yaxshilab qaramagan. Xavotir olmang, shunday dedim. Shoshma, qiziqib qoldim, men ham ko'ray. Kel qizim, senga kim kerak edi? Farruh kerak edi. To'g'ri. Bu bo'lishi mumkin emas. Nima mumkin emas? Tashqarida bir go'zal qiz seni so'radi, lekin ishonmadik. Nima? Qara, bu ham ishonmadi. Aniq ismlar o'xshash. Biroz shoshmangchi. Ah, Farruh va nihoyat. Voy, rostdan akamni so'rabdi. Bu qiz kim, o'g'lim? Bu qiz yetakchi menimcha. Ismim Malak xonim. Bu ko'rinib turibdi. Bizni shaytonda nima ishing bor? O'rtoqlarim, dadang o'ldi, sen yetim bo'lding. Endi seni dadang yo'q deyishyapti. Agar dadam yurgan bo'lsalar, uyda aravachani olib ketishardi. Aravacha turibdi, dadam keladilar deb kutib turibman dedi. Bir yosh kattaroq xola chiqib, bu gapiga e'tibor bermayin. Bu yoshlik qilyapti, tushuntira olmayapmiz. Aravacha ehtiyoj bo'lib birorta odam kelib qolsa beramiz desak, yo'q, dadam keladilar, dadamniki bu deb ushattirmayapti ham. Ko'chaga qo'ni qo'shninikiga o'ynagani chiqib kelsa berib yuboraylik desak ham, qo'ni qo'shniniki ham chiqmasdan dadam keladilar deb kutib turibdi-da deydi. Endi sabr qilasizlar, endi yosh bola ekan-da deb zo'rg'a o'zimni bosib boshini silab yo'lga yurib yordim-u, bir 3 yil deganda yana o'sha ko'chada hali qizchani ko'rib qoldimki, bolachalar bilan o'ynayapti-yu, 1-sinfga bor edi, xon bo'lib qolgan. Hali qizcha endi to'xtatdi-da, "Qortog'a, bir narsa so'rasam maylimi?" "Ha, so'rang. Dadamni o'lganlarini bildim" dedi. Ayam bilan dedi qabristonga borib, ayam aytayaptilar, "Dadangni qabri shu" deyaptilar. Dadamga salom beryapmiz, dadamga ovoz qilyapmiz, u dadamning ovozini eshitmayapmiz. Dadamni o'zini ko'rmayapmiz-da. Qani dadam bo'lganda edi, o'rtog'imni dadasi ko'tardi, siz ham meni ko'taring demasidim. O'rtog'imni dadasi o'yinchoq olib berdi, siz ham menga o'yinchoq olib bering demasidim. Dada, o'rtog'imni dadasi qand beribdi, dada siz ham menga qand olib bering deb dadamga yig'lab injiqlik qilmasidim. Bildim dadam o'lganlarini deb gapiring, chunki gapiryapti-da, tanamni chumali yurganga o'xshab jivir-jivir qilyapti. Nima so'rayman dedingiz desam, bir nimadan to'xtadi-da, inson vafot etsa qabrga qo'yish qayerdan chiqqan dedi. Nimaga bunaqa deyapsiz desam, agar inson vafot etsa qabrga qo'yish bo'lmaganda biz dadamni uyning ichiga olib kirib qo'yar edik. Sog'inganimda kirib yuzlaridan o'pib chiqardim. O'g'larim dadang o'lgan desa, mana dadam deb uyga olib kirib dadamni ko'rsatib chiqardim dedi. Endi qara qilib tushuntirasizda, ko'zimdan yosh kelib, bo'pti deb yo'lga yurib bordim-da. Bu nimadan gapiryapti desa, bu mehrdan gapiryapti. Qarang, bu mehrdan gapiryapti. Bu qiz bolani mehr. O'likni chillasi, chaqaloqni chillasi, kelin kuyovni chillasi. Qaysi bir xonadonda o'lik chiqsa, shu o'lik chiqqan xonadonga borgan odam chaqaloq, yangi tug'ilgan chaqaloqni kelib ko'rib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki o'likni chillasi hali chiqmagan. Chaqaloqning ham chillasi chiqmagan. Yoki kelin kuyovni oldiga kirib bo'lmaydi. Nimaga? Hali ular kelin kuyovlar yangi chillalik. Azizlar, kelin kuyovni chillasi yo'q. O'likni ham chillasi yo'q. O'likda chilla nima qiladi? O'lib bo'ldi-ku axir u. Alloh rahmatiga olsin u marhumalarni. Yoki yangi tug'ilgan chaqaloqni chillasi, u ham chilla degan narsa yo'q. Ya'ni bir-biriga aralashtirib bo'lmaydi chillalari degan gaplar, bular uydirma, to'qima, bo'xton gaplar va bu bid'at, xurofot bo'ladi. Bizning dinimizda shumlanish yo'q. Qullay yusibana illa ma kataballohu lana. Alloh aytibdi, ayting ey Muhammad alayhisalom, bizga faqat Robbimiz yozgan narsa yetadi deng. Taqdirimizda, qadarimizda nima yozilgan bo'lsa o'sha narsa yetadi. Wala tirata. Rasululloh aytadilarki, o'zlarining muborak hadislarida shumlanishlik, shumhalanishlik ham yo'q deydi. Shunday ekan, bunday irim-sirimlardan, bid'atlardan yiroq yuraylik. Hurmatli opalar, singillar, har narsani o'ylab topavermanglar. Ya Allah, inni ash'uru bil ghurbati fi kulli makan. كأن قلبي نسي شيئا لا يجده إلا عندك رغم كل من حولي لا أرتاح إلا عندما أهمس باسمك ولا أطمئن إلا عندما أضع جبيني بين يديك ساجدا فيا رب ردني إليك ردا جميلا وأكرمني بمكان لا يتغير وإن أغرتني الدنيا وإن غيرتني الدنيا فاجعل أول ما أتذكره هو طريقك.
أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت معه إلا ملك الموت يسأله الله من بقي من الخلائق يا ملك الموت يقول إلهي لم يبق إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الماثل الآن بين يديك فيقول له الله اقبض روح جبريل يا ملك الموت فيقبض روح جبريل من بقي يقول ميكائيل وإسرافيل وأنا العبد الذليل بين يديك اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت فيقبضها اقبض روح إسرافيل يا ملك الموت فيقبضها ثم يسأله الجبار جل جلاله من بقي من الخلائق يا ملك الموت فيقول لم يبق إلا أنا العبد الذليل بين يديك فيقول له الله موت يا ملك الموت وعندما يشعر بسكرات الموت يقول وعزتك وجلالك لو كنت أعلم أن سكرات الموت شديدة هكذا لطلبت منك أن تعافيني من قبض أرواح العباد